Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Andijondagi mebel markazidan to'g'ridan-to'g'ri xudo xolasa ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Rossiyskiy laminatdan bo'lgan, xudo xolasa spalniy garniturlarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hamda like tugmasini bosib qo'ying, chunki hozirgi narxlarimiz sizni xursand qilishi mumkin. Demak, ustakamiz o'zi bilan ma'lumotni yetkazsak yana ham qulay bo'ladi. Xo'p, aka, seximizni joylashgan manzili bo'yicha boshlaylik. Seximiz joylashgan joyi Andijon shahrida o'zida. Kimda kim keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsa, lokatsiyasini tashlab beramiz. Telegram, Instagramlar ham shu nomerda. Shu nomerda o'zida bor. WhatsApp ham bor. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Xo'p. Demak, qaysi mashishdan boshlayveramiz? Mashishimizda 100% rossiyskiy laminatda bo'lgan 100%. Spalniy garniturimizni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Xudo xolasa vaqtinglar olmagan holatda 10 daqiqa ichida. Shkafidan boshlaydigan bo'lsak, shkafi bo'yi 2.10, razmerlarini aytib o'tamiz. Birinchi bo'yi 2.10 ga, eni 2.40. 2,5 joylarga tushaveradi. 2,5 metr joyga. Ichlari mana bu tarafi muskoy holatda. Kasrashimga moslangan. O'rtasi seyf. O'rtasida tepada seyfi bor ekan. Tepada seyfi bor. Chuqurliklari 55 sm dan, ko'pchilik mana shu o'rtani 40 sm qilib qo'yadi. Lekin bu yon tomon bilan hammasi bir xilda. Orqa tomoni tekis turadi. Orqa tomoni tekis. Chuqurligi 55 sm da bo'ladi. Chuqurligi demak, oldidan orqa devorigacha bo'lgan 55 sm. Joy chuqurlik hisoblanadi. O'rtalari oynadan ekan. O'rtalari ayna. Bu yog'i ayollarniki. Ayollarniki. Oshna-boshlarga ham vakuum holatda ishlangan. Keyin eng qulayligi klientlar o'zi ham uyga olib kirib olib chiqsa bo'ladi. 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Korpus 3 ga bo'linadi. Demak, 3 ga bo'linadi. chekalari apparatda kromka bosilgan. 100% kromka. Juda ham. Aka buni misol uchun oynaga yoqmadi desa, boshqa fasonlarda ham yodiy aynagi bor. Keyin aynagi chizilmagan holatda ham qo'yib berishimiz mumkin. Xohlasa bez oynak qilib ishlab beramiz. Demak, Telegram orqali rasmlarini o'zidan olishingiz mumkin. Kataloglar tashlab beradi, yoqtirganingizni qilib beraveradi. Xo'p, trimosiga keladigan bo'lsak. Trimosi 1.35 lik qilib ishlangan. Ayni ishlaydigan joylari nikel holatda ishlangan. Ikki yonboshi nikel holatda, romkaning chekalari nikel. Nikel. Juda ham chiroyli. Shampan setdik. Xo'p. Nikel holatda ishlangan, bir tarafi 3 ta tortma, bir tarafi eshik qilib ishlangan. Mana. Demak, davodchilar ham qo'yilgan. Vakuum holatda ishlangan bejolar. Tortmalarni ichlarigacha kromka, ayollarimiz uchun qulay holatda ishlangan. Ancha-muncha parximeli. Keyin sensor oynagi ishlaydi. Juda ham chiroyli. Sensor holatda ishlangan. 3 xil yonib o'chadi. Sveti yonib o'chadi. Bu yerda soati bilan gradusi ham ko'rsatib turgan. Juda ham zo'r ekan. Xo'p, aka, bitta narsani ma'lumotini berib o'taylik. Xo'p, shkafimiz ichi, orqa devor qismi, keyin buni orqa devor qismiga ham ko'zimiz tushadi. Bu nimadan bu? Buni ayni ko'rinadigan joyi laminatdan ishlanadi, lekin orqasi HDFdan ishlanadi, DP. DPdan ishlab beriladi. Bular ham shu. Hammasi butun Bashkentda mebel markaziy mebellar hammasi HDF DPdan ishlanadi. Juda ham chiroyli. Xo'p, asha orqasiga ham hali ko'pchilik DPni o'zlari bor mana, funksiyalari o'zi bilan bir xil rangda ishlangan. Machalka ichi? Ichi machalka, usti material. Xo'p. Spanningimizga kelsak, spanningimizni bosh tomoni mexnik qilib ishlangan. Ikki tarafda svitinlilari bor. 3 xil yonib o'chadi svitinlilari. Bu ham 3 xil yonar ekan. Demak, bu rangi ko'zni charchatmaydigan rang. Xohlaganda yaqib o'chirsa bo'laveradi. Tepasi materiallari qanaqa aka buni? Materiallari yaxshi materiallar, mo'shi emas. Mo'shi emas. Socha material. Socha material. Xo'p, machalkasiga keladigan bo'lsak. Machalkaning ichlari to'liq machalka, po'ka emas. Po'ka emas. Necha santimetr? 4 santimetrlik. 4 lik dispiga otilgan. Dispiga otilgan. Dispiga otilmagan. Juda ham chiroyli. Tumbalar ikkovi chekalari nikel qilib ishlangan, oyoqlari nikel temirdan, oyoqlari temirdan behijolat bezapasli. Bularga ham davodchi qo'yilgan ekan. Davodchi qo'yilgan. Xo'p. Spanningimiz matrasi ikki tomonlama matras, bir tarafi HB, bir tomoni sintetika bo'ladi o'zi. 3 yilga garantiyalari bor.
220 ga 170 matras. 220 Matras bo'yi o'zi. matrasni. Matrasni o'zini razmeri 220 bo'ladi. Aha. 220 ga 170 bo'ladi. Juda ham chiroyli. Demak, spanligimiz to'liq razmeri tumbadan tumbagacha necha? 270. 270. 270 bu yog'i sofani qo'ymasa, sofani xohlasa alohida joyga qo'ysa ham bo'laveradi. Sofani Bu ichlari ham sonda variantda endi. ochiladi. Aha. Bu ham Tepasi miyahki qilib ishlangan. sochma materialda machalkali qilib ishlangan. 225 joyga tushadi sofani olsa. Agar sofa bilan bo'lsa 240 joyga tushadi. Aha. 245 joyga tushadi. Ha, juda ham chiroyli. Spanli taylar sonda qilib ishlangan. Yarim sondig'i. Yarim sonda deyiladi. O'rtalariga barkalari ham berilgan. Hattoki- Ko'pchilik bermaydi. Ichlarigacha nima deymiz? Laminatdan ishlangan. Laminatdan ishlangan. Xo'p. Juda ham zo'r. Keyingi. Bularimiz narxi qanaqa bo'ladi aka? Bunimizni narxi 8 million 100 ming so'mdan chiqadi. 8 million 100 ming so'mning dastavkasi ichida Vodiy Andijon ichida- shahar ichi bo'ylab dastavkamiz Dastavkasi bor. bepul. Xo'p, qolgan viloyatlarga ustani o'zi bilan kelishilgan holatda. Xo'p. Demak, orada yana bir narsani aytib o'tay. Misol uchun remont ishi bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa matras o'zi bo'ladigan bo'lsa xarid qilishi mumkin. O'zinglar. Qilishi mumkin. Xo'p, juda ham zo'r. Demak, dastlabki ishimiz bu ham xuddi shu, rangi boshqacha ekan. Xo'p, Seri laminat. seriy rang, seriy laminat. Juda ham zo'r. Bularimiz Tumbasida haqida. o'zi buni tumbasi bo'lakcha ishlangan. Aha. Tepada svitinliklari soatli. O'zidan Soatli. soatlarni regirovka qilsa bo'ladi. 3 xil rangda yonib o'tadi. Bosh tarafi keyin miyahki qilib ishlangan mo'shi material. Mo'shi materiallar. Aha. Bolajonlarimiz yozib yuborsa bemalol artib Namlatada arsa chikitaveradi. ishlatsa bo'laveradi. Ishlari machalka Tumbani bilan. bunisini eshikli qilib ishlangan. Aha. Tumbalari Tortma ham emas. keyin tortma emas. Aha. Chekalari kromkada apparatda 100% bosilgan. xronka. Demak, aka buni tumbasini alohida qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Tumbani ikkovini bir-biriga yopishtirsa Yopishtirib chaki keladi. boshqa joyga qo'yib Boshqa qo'ysa joyga ham qo'ysa bo'laveradi bo'laveradi. agar xalaqit beradigan bo'lsa. Bularimiz matraslari ham qanaqa aka buni? Bunimiz matrasi ikki tomonlama Ikki 8 tomonlama. ming so'mlik matras. Ha, matras Tayyor o'zi. sonda spandiydi o'zi. Aha. Bunga kromka bosilmayapti. Laminatda. Demak, zakasga qarab kromka Zakatga ham qarab bosilib beradi. chiqarilaveradi. Matrasni o'zi qancha dedingiz? Matrasni o'zi 8 ming so'mlik matras. 800 ming so'mdan chiqarib beramiz. Ikki tomonlama matras, oyoq tomonida sofalari bor. Sofalari bor. Buni ham xohlagan joyingizga qo'yib olsangiz bo'laveradi. Ichlari machalka, usti materiali mo'shi material. Demak, Trimoyimizga keladigan bo'lsa, trimoyimizni tepalari alohida tortma qilib ishlangan. aha. Stollari bor ekan. Bir tarafi tortma. Bir tarafi polkali ekan. Chap tomon eshiklik, Bu ham aynaklari davlat. sensor qilib ishlangan. Bu ham Aha, 3 uch xil xil rangda yonadi. yonib o'chadi. Juda ham zo'r. Kimga xohlasa shuni ranglari ham o'zgaraveradi. Bizda chiqayotgan hamma ishda ranglarini xohlagan o'zi O'ziga pardasiga xonasining gilamiga pardasiga moslab moslab turib chiqarib zakatsa beraveramiz. bo'laveradi. Xo'p, tushunarli. Bu shkafimiz ichlari bunga kasr Shkafimiz Chimiladigan tortmalari bilan tortmalari bilan ishlangan. bu yerga shimilsa bo'lar ekan. Aha. Juda ham zo'r. Tepalariga ko'ylaklarimizni ilamiz, kostyumlarimizni ilamiz. Xo'p, bu tomonga keladigan bo'lsak, ayollarga ekan, ko'rib Tepada turganingizdek. seyflar bilan. Tepada zeyflari bilan. Ko'proq ayollar qattiqroq pul ishlaydi deb turib, ayollar tomonga qo'yilgan faqat. Xo'p, o'rtalari O'rtasi polka bilan ishlangan. polkani o'zi ekan. Demak, narigimiz seyfi o'rtada edi. Bunda ayollar tomonda ekan. Shkafni razmeri bo'yi 210 ga eni 240. 240. Trimodi razmeri 135 qilib ishlangan. 135 qilib. Spanningi kalla tomoni 275 joyga tushadi. Aha. Juda ham zo'r. Razmerlarini aytib o'tamiz. Chunki hali kimdir necha razmer deb nima qilishi mumkin. So'rab qolishi So'rab mumkin. qolsa. Aytilmay qolsa, to'g'ri. Xo'p, bularimiz ham chekalari PVX kromkadan apparatda bosilgan, behijolat, bezapasni hammasi. Oynalarimiz ikki xil ekan. Demak, bu ko'rinishda ham bor ekan, xohlaganlarga nari ko'rinishda ham bor ekan. Xo'p, bunimizni sexdan chiqadigan narxi aka. Sexdan chiqadigan narxi 7 million 600 ming so'mdan dastavka ichida chiqadi. 7 million 600 ming so'mdan dastavka ichida, Andijon shahar ichi bo'ylab. Andijon shahri ichi Xo'p, bo'lib. demak, menga sofa kerak emas ekan, nima qilamiz unda? Mana shu Sofani narxini ayirib yuboramiz. Ayirib yuboramiz. Juda ham zo'r. Xo'p, uni
o'zlariga aloqa qilsanglar, buni sofasini ayirib, narxini o'zingizlarga aytadi. Demak, keyingi ishimiz xo'p, Kashmirga qora aralashgan holat. kashmirga qora aralashgan ishimiz. Xo'p, juda ham chiroyli. Bir qator ko'rishinglar mumkin. Tumbasi bu yonboshga solmagani uchun bu tarafga taylangan. Tumbada svitinli yo'q. Aha. Oddiy tumba holatda. Atroflari PVX kromka bilan 100% eshiklarimizni koronka hammasi. aha. Spanniyni kalla tomonida svitinli qo'yilgan, bosh tarafi macharka, mo'yshi materialga tuyma tortilgan. Xudo xolasa behijolat. Qo'yib yubormaydi orqalariga tortib I spanniyni chekalarini etajerka qilib ancha-muncha narsalar kirib ketishi uchun atir-patirlar to'g'ri. Xo'p, demak, buni matraslariga keladigan bo'lsa yoki matraslari ikki tomonlama ortopedический matras. Aha. Ichlari yarim sonda holatda. Buni sofasi yo'q. Sofasi yo'q, 5 sofa qilib ishlangan. Aha. Bularimiz razmerlari yoki spanniyimiz. Spanniyni razmeri 2 metr joyga tushadi. 2 metr joyga 2 metr joyga tushadi. Matrasi bu 220 ga 170. Tumba bilan qo'yadigan bo'lsa 280 joyga tushadi. 280 joyga. 280 joyga tushadi. Agar xohlasa tumbani ikkovini alohida joyga qo'yib, to'shak yig'adigan qilib ishlatsa ham bo'ladi. Aha, tushunarli. Yonma-yon qo'yib. Xo'p, trimolarimiz. Trimolarimiz bor ekan, atroflari svetinli bilan yonar ekan. Buni ham adashmasam chekasi ochiladi ekan. Chekasi ochiladi. Chekasida ham ancha-muncha narsa qo'yadi. Yo, behis narsa ko'pchilik ko'rsa ochiladi deb o'ylamaydi. Ochiladi, tushunarli. Ikkovi chekasi eshikli qilib ishlangan, trimoni pasi, o'rtasida polkalari bor, o'rtasi tortma, uchta tortmadan iborat. Trimoni razmeri bu qaror. Bunimiz stoli yo'q ekan, ko'rib turganingizdek. Stolchiga bor, pufiga bor. Pufiga bor ekan. Xo'p. Pufiga bor. Buni ham atroflari kromkadan ishlatilgan ekan. Xo'p. Shkafimizga kelsak, shkafimiz Kimdeydi, laminatdan ishlangan, laminatdan ishlangan. Razmeriga kelsak 2.10 ga, bo'yi 2.10. 2.10 qilib ishlangan. Juda ham zo'r. Demak, o'rtasidan kelsak, o'rtasi seyf, o'rta polka seyf bilan ishlangan. Seyflari ham katta. Juda ham zo'r. Bu chuqurligi qancha bo'ladi buni? Chuqurligi 60 sm bor chekasida. Chekasidan orqasiga 60 sm hisoblanadi. Ikkovi chekasi mishilka, bir taraf ayollarga. Bu tomoni u tarafi erkaklarga. Kasr shunga moslangan. Tayi shkafdagi tortmali deganlarga ko'pchilik tortmali so'raydi. Shu variantini ham ishlab chiqqanmiz. Mana bemalol 3 ta tortma. Tortmasini kiyimlar sig'oradi. Ichlari ham PVX kromkadan bosilgan ekan. Bu yoqlari ham bezopasniy qilib ishlangan ekan, chunki chekalarida ancha-muncha ochganda taqirlamaydi. Tepasiga svitinli qo'yib ishlangan и shkafni betligi mana bu narsa aylanadi. Bunisi ham aynaydi. Ko'pchilik farton yopishtirib qo'yadi. Ancha-muncha yerda qo'yib olishi mumkin. Bunisi aynaydan ishlangan. Ashnisiga ham e'tibor berib qo'yadi ko'pchilik. Juda ham zo'r. Xo'p, aka, bunimizni sexdan chiqish narxi qanaqa bo'ladi? Aka, sexdan chiqish narxi 7,5 million so'mdan chiqadi. 7,5 million so'mga Andijon shahar ichi bo'ylab dastavkamiz bepul. Xohlagan rangingizni, xohlagan materialingizni chiqarib beramiz. Materialni deb o'rganib olibman o'zi. Rangida. Laminat rangi almashaveradi. Almashaveradi. Juda ham zo'r. Xo'p, aka, misol uchun oddiy shkaflarimiz ham bormi? Shkaf. Oddiy shkaflarimiz ham bor. Uni Telegram orqali tashlasa, mana shu komplet shkaflar qaysi biri yoqqan bo'lsa, ashinisini chiqarib beraveramiz. Remont ishlari o'zimizda sexda. Remont ishi qilinmaydi, aslida remont ishi qilinmaydi umuman. Lekin xarid qiladigan narsalari bor. Bor. Zapchastlarimizni topsak bo'ladi. Demak, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Hop, ustakamiz o'zini nomerini pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, o'zlari bilan gaplashishinglar mumkin. Demak, sexdan ko'rib olmoqchiman desa, Telegram orqali lokatsiyasini tashlab beraveramiz. Tepada Telegram kanallari. Xo'p, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kanalimizda bundan-da qiziq va bundan-da ko'proq spanniylarimizning ma'lumotlari bor. Xo'p, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammaga kattakon rahmat.
yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmanglar. Rahmat.